Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi mashinamiz Cobalt mashinasi. Polni suv sistemasi yuvilyapti. Mana hozir shlankalarni ulab, apparatni qo'shib, ichdan chiqayotgan musorlarni birgalikda kuzatamiz. Bismillah. Mana polni suv sistemasi hozir ulanib, ichidan shunday chiqarib musorlar chiqyapti. Kimgadir mana shunday mashinada qizib ketish yoki pechga issiq havo haydamaslik bo'layotgan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Tepada ko'rsatilgan telefon nomerlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Adresimiz Sherobod bozorida kelishda Qiziriqqa buriladigan burilim, Daryoning ko'prigi svetoforda ro'parasida so'xonamiz joylashgan. Bemalol kelishingiz mumkin. Hozir bo'lgan holatini video syomka qilib qo'yamiz. Shunday ichidan chiqarib chiqyapti. Polni suv sistemasi yuvib bo'lgandan keyin yangi antipresslarni qo'yib, bachog'igacha yuviladi. Toza bo'lgan holatini video syomka qilib qo'yamiz.